Assalomu alaykum. Mana bugun bir kontur bir mahsulot tamoyil asosida Payariq tumani Fitrat mahallasida 10 gektar yer maydonida, ya'ni 18 ta dehqon xo'jaligi delegat xususdan ajratilgan yer maydoniga pomidor ekkanmiz. Mana pomidorlar o'nib chiqqan. Ushbu bir kontur bir mahsulotga biriktirilgan Rustam fermer KHK ishlab chiqarish kooperatsiyasi. Bu yerdan 1 gektaridan 25-30 tonnagacha hosil rejalashtirilgan. O'rtacha hisobda 2 mingdan 50 million so'mgacha daromad olish ko'zda tutilgan. Bu konturimiz 21-kontur hisoblanadi Fitrat mahallasida. Pomidorlar o'nib chiqqan. Sug'orish ishlari, dori berish ishlari davom etmoqda. Rahmat, dehqon bola, ishlaringizga omad.